dağlarda gezen oğlan Xahiş edirəm o dağlarda məni də gəz Gəz mənə bala, gəz mənə bala, məni də gəz Biza Yanardağa keldik. Men bu yoqda kartasini ko'rsatgan. Men bu yoqda nima joyliklarini ko'rsatgan. Bu kirish platni ekan. Tiket sotib olib kiramiz. Tiket olib ichkariga kirdik. Bizlar 18 manat bo'ldi biza. Suvenirchalar bor ekan. Интересно qaranglar. Kimmachalar. Farajdosi yozilgan. Bu yoqda qo'lga to'xtatgan unaqa toshlar. O'xshaysan. Yaxshiram. Birinchi oldimiz. Bizlar qizlara çox oxşaysan. Farsda. Ha, təmiz Farsda. İran Azərbaycanlılardan deyil, Farsda. Azərbaycandan oxşadı o'tira. Çox sağ olun. Men narsa ko'rdim. Keyin olma killayı sotuvchi ekan. Ne qilman bu shunga tarafga hayron qolibman begona odam. Men aytibdi-ki, sen Azerbaycan Bakindansan debdi yo Samarqanddanman desam kelmay bizakkilar o'qisan debdi. Keyin hazır qilib mana anam shu yoqdan Bakidan desam Kulobda shu uchun bizakkilar o'qishaykaning debdi. Ha dedim. Siz so'radi kimdan kelsan deydi. Hayat yo'ldoshim bilan desam ketani oqlada nima bitta ikkita fotografchi anaqilarga toza havo skuter sur debdi. Keyin oqda nima bor ekan? Chin bor ekan. Yer tagidan chiqadi o'sha yoqlarga ketib qo'yiladi. Bog'dan Gobustonda emasmidi? Yo bog'dan ham bo'ldi baytda. Vat shunaqa men Ozarbayjonga o'xshatsam birinchi o'xshatishing dedim. Qolganlar dedim Turkiyani o'xshatdi dedim. Eronliga ham o'xshatdi, nimani ham o'xshatdi, tojiga ham o'xshatdilar desam, keyin yo'qsan bizakkilar o'xshatdi deb hazillashib, annam Ozarbayjondan desam, shu o'xshaykaning dedim. Keyin o'zining istoriyasini aytib edi. Magazinchalarda bunaqa narsalar sotilibdi. Suvenirchalar. Mana bu zo'r ekan tepadagisi. Bu Gaydar Aliyev sentri. Mayda chekini. Mana bu yoqda anaqasi rasmchasi chiroyli ekan. Bunaqa ekanlar. Handmade. El işi. Çok güzeldi. Muhtemelen kalabır ekan. Bunaqalar chizaykanlar. Böyle mana shu o'zlarini tanishtirdilar mana. Yanardag'dan tepaga chiqdik. Bunaqa yo'lcha bilan hozir orqa tushamiz. Oqda kim necha xil balonlari chizganlar. Balonlarni taqib qo'yganlar. Naverna bu yoqda poyga bo'ladi. Gaydi to'tining qaytishi. Doim shunaqa. Nima bo'ldi Kesha? Hamma uchun yoz, dengiz, quyosh, havo, suv bor. Faqat men cho'g'dagi issiq beton ichida diqqina bas bo'lib o'tiraman. Bu qanday ko'rgilik? Bu birinchi nahodka biz. Yana keyin ham tepaliga chiqib ko'ramiz. Ha, baklashkan biri so'l bo'laman. Nima chiroyli bo'libdi? Chetotda bo'libdi. Naqarada yer tagidan qanday qaynab chiqibdi. Men kim qancha katta joyman desam, mayda joy ekan. Yanardagh maydagina mana shu joy faqat aylanib keldik, faqat shoh. Yanardag'i ekan. Baqa adashmasam tangala tashaganlar. Hamma qarang tanga tashagan, ko'rabsizmi? Yomon issiqlik kelibdi. Yana quyosh tushgandan keyin sizlarga yaxshilab ko'rsataman. Shuncha odam rasm va video tushish uchun turibdi. Hozir biz u tarafdan aylanib kelamiz. U tarafida qanaqadir muzey bor ekan, tosh bor, shunaqa narsalar to'xtabdi. Hozir o'sha tarafga o'tamiz. Qani nimalar bor ekan ko'ramiz. Deyirman dashlari, dash suqapi,
Ana qaranglar, qanaqa tosh qo'yib ketganlar. Boqda mamnaqalari bor ekan. Qabrdoshi ekan, o'sha paytda yozganlar. 18-asrda. Bunisi 15-16-asrlarda. Quyosh bilan alova tasviri tushirilgan tosh. Bu tosh kitobi 13-asrdagi. Qaranglar, qanaqa katta. Uzum ezmak uchun tiyan. Buni ichida kak anaqa qilganlar, uzum ezib vino qilganlar adashmasam. 17-18-asrlarda. Tosh icham qani uyalar shuncha. Bilmasam. 17-asrlarda bu ham ishlatilgan. Dash novalcha ekan bu. Anaqa navocha adashmasam. Bu 14-15-asrga tegishli. Dash axur ekan bu. Kakubanda vazifasida bajarilgan. Bu 17-asrga tegishli. Mana bu yoqda o'zini deb kashasi ham bor. Shtobi suvi chiqarish uchun keyin. Bunaqa 3 ta tosh bor ekan bu yoqda. Hayvon bog'lamasi uchun dash halqa hayvonni kak anaqa qilganlar. Hozirgi kunda nimadirlar? Qoziqmi nima shunaqa qilganlar adashmasam. Shtobi hayvon ketib qolmasligi uchun o'sha paytlarda qilingan. 14-15-asrda. Bu nima ekan? Dayirman dashlari 14-asrda. Mana bular qoldi. Tosh. Bu qaval dashlari ekan. Asr yozilmagan. Dayirman toshlari, tegirmon toshlari ekan. 14-asrga tegishli. Ishdingizmi o'zi chiqib tosh? Uni uringchi. Muzura. Shunaqa. Oqda otlar bor ekan. Shuni qaranglar, qanaqa chiroyli yonibdi. Shunaqa issiq, olyaqda yaqinlashsangiz. Pastdagi tangalarda qaranglar, ustidagi tangalarda qaranglar. Bir xil rang o'chib ketgan tangalar qaranglar. Tabriz endi darsha aylanisha. Davet tog'lari usti bilan uy qurganlar. Bog'i saray ekan, mahalla bo'lgan. To'g'ri bizda temir yo'l vokzali bog' 28-may Targoviy sentri. Hozir ichiga kiramiz, namoz o'qib, obed qilganmiz, obed ujin qilib, keyin dalish ketamiz. Rizo o'zlariga foydali mamnaqa bistrodan ovqatlar olibdilar. Men doner zakaz qildim. Tayyor bor ekan, xohlaganingizda qilsa ber ekan. Bu meniki. Dior'dan panelkani o'zim rangimdan topdim. Dubayda topgan edim musulmonga. Aha. G'ishtlara g'ashib yemadi. Podarkalari bilan birga beribdilar. Dior'dan kirib konsilyerni ham oldim. Yana bir ikkita narsalar olishim kerak edi. Topdim vaqtda, lekin yopilib ketgan o'sha. Shuni ustiga chiqmadik. Ertaga nasib bo'lsa kelib olaman. Bitta panelka bilan bitta konsilyer olganim. Kimningcha podarkacha qo'ydi. Hozir ketib raspakovkacha qilamiz. Qanday podarkachalar qo'ygan.